Assalomu alaykum. Mana bugun biz Xatirchi tumani Istiqlol mufida joylashgan Istiqlol dukkakli dalasi ishlab chiqarish kooperatsiyasidamiz. Bu 12 gektardan iborat bo'lib, 12 ta lot bo'yicha 12 kishiga biriktirilgan. 12 gektar simichka kungaboqar mahsuloti ishlab chiqarish ko'zda tutilgan. Kungaboqarni mega navidan ekilgan. Butun unda 7 tonna mahsulot yetishtiriladi 1 gektariga. Shunda 12 gektardan 44,5 tonnaga yaqin kungaboqar mahsuloti olinadi. Bunda umumiy daromad 1 gektar uchun 111 million so'mdan 12 gektarga 1 milliard 332 million so'mlik daromad yetishtiriladi. Bugungi kunda 1 kilogram mahsulot narxi bozor qiymati 30 ming so'mni tashkil qiladi. Bundan kelib chiqib, sof foydamiz 1 gektar uchun 96 million so'm, jami 12 gektar uchun 1 milliard 152 million so'mni tashkil qiladi. Odam boshiga bo'lganimizda yer egalarining daromadi o'rtacha 57,5 million so'mdan tegadi har bitta ijarachiga.